Til millat tafakkurining bebaho xazinasi. 1989-yil 21-oktyabr. Aynan shu kunda o'zbek tilining haqiqiy jozibasini anglashni boshlashga imkoniyat berildi. Millatimiz uchun dunyoga tuynuk ochildi. Inson go'zalligi, ma'naviyati, qadr-qimmati bu ona tilimizga bo'lgan hurmatning izozidir. Shu munosabat bilan til millat ko'zgusi mavzusida katta tadbir uyushtirildi. Bu tadbirda Adliya boshqarmasi bilan hamkorlikda bu chiroyli tadbirimizni yoshlarimizga tilni naqadar qadrlash, unga e'tiborni kuchaytirish, har bir so'zimizga bo'lgan mehrni oshirish va shu bilan birga har bir so'zimizga e'tibor bo'lishimiz, adabiy tilni, o'zbek tilini yanada yuksaklarga ko'tarish va shu Alisher Navoiy so'z mulkining sultoni Alisher Navoiyning monologi keltirildi. Qashqadaryo viloyati yuridik texnikumida til millat ko'zgusi mavzui yuzasidan ma'naviy-ma'rifiy tadbir o'tkazildi. Madaniy kechada so'zga chiqqanlar tomonidan o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 36 yil to'lgani, shuningdek, ona tilimiz bu chinakam xazina ekanligi, ba'zan so'zlarimizni xato so'zlash holatlari kuzatilayotgani og'riqli nuqta ekanligi to'g'risida ta'kidladilar. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'ramiz, boshqa ko'p joylarda ko'ramiz. Juda ham nima deydi, so'zlarimizni buzib ishlatish holatlari, bilmaslik, bir qancha holatlarni kuzatishimiz mumkin. Mana bugungi tadbirimizga muhtaram domlalarimiz, o'quvchilarimiz ham tashrif buyurishgan, oxirgi paytlarda ko'rib o'zimiz hayron qolamizki, o'zbek tilida yozishga qiynalib qolishdi. Ko'pchilik ko'ramiz, e'tibor beramiz. Tadbir davomida yigit-qizlar tomonidan badiiy chiqishlar taqdim etildi. She'r va turli tillardan namunalar keltirildi. Adhambek ham Mir Alisher Navoiy siymonasini tarannum etdi. Men bu tadbirda Navoiy bobomizni obrazini gavdalantirdim. Bu biroz mashaqqatli bo'ldi. Negaki Navoiy bobomiz g'azal mulkining sultoni, uning g'azallarini, she'rlarini obrazda gavdalantirish menimcha biroz qiyinroq. Bugun men buni yaxshi uddaladim deb o'ylayman. Chiqishlarim sizga yoqqandan xursandman. O'zbek tiliga bo'lgan hurmatim shubhasiz cheksiz, chunki bu tilimizga erishgunimizcha bobolarimiz ancha zahmat chekishgan. Buni biz yosh avlod juda ham yaxshi bilamiz. Kelajakda esa bu tilimizni ravnaqini yanada rivojlantirish uchun o'zimizni hissamizni qo'ldan kelgancha qo'shishga harakat qilamiz. Mamlakatimizning buyukligi nafaqat ajdodlarimizning bizga qoldirgan katta meroslari, shuningdek sof o'zbek tilimiz borligidadir. Muhtaram prezidentimiz aytganlaridek, kimda-kim o'zbek tilining bor latofatini, jozibasi va ta'sir kuchini, cheksiz imkoniyatlarni his qilmoqchi bo'lsa, munis onalarimizning allalarini, ming yillik dostonlarimizni, o'lmas maqomlarimizni eshitsin. Baxshi va hofizlarimizning sehrli qo'shiqlariga quloq tutsin.